وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Nafs tarbiyasi, tazkiyat nafs silsila darsidan birodarlar, iftiqor, Alloh taologa faqirlik manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Iftiqor, muhtojlik, Allohga faqirlik, faqirlik manzilati. Avvalgi darslarimizda aytdik, muhtojlik, faqirlik deganda odamlarning ko'pchiligini tasavvurida o'sha topish tutishi nochor bo'lgan odam tushuniladi. Daromati oz, tirikchiligi qiyin, yordamga muhtoj odam. Lekin bizning mavzuimizdagi faqirlikka bu narsalarning umuman aloqasi yo'q. Chunki biz aytayotgan faqirlik bu shunday faqirlikki, Allohga bo'lgan faqirlik. Hamma faqir. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ydi, astagfirullah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallohi vallohu huval g'aniyul hamid. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar. İnsonlar deb Alloh mutlaq aytdi. Millat qanaqa? Qaysi zamonda yashagan? Olimmi, omimi, boymi, kambag'almi, erkakmi, ayolmi? Inson degan nomi bormi? Tamom. Bu Allohga muhtoj bo'ladi. Allohning yolg'iz o'zigina behojat va maqtovga loyiq bo'lgan zot. Demak, biz aytayotgan faqirlik odamlar o'ylayotgan faqirlik emas. Biz qachon o'zimizni ojizligimizni va Allohga muhtoj ekanligimizni his qilamiz? Qachon? Ikkita holatda. O'zimizni kimligimizni tanisak va Allohning kimligini tanisak. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Ikki xil holatda o'zimizni Allohga muhtoj ekanligimizni bilamiz. Birinchi holat, o'zimizni kimligimizni taniganimizdan keyin, ikkinchisi Allohning qanday zot ekanligini bilganimizdan keyin. Allohni bilish, tanish. Birodarlar, Alloh taoloni tanishlik, ma'rifatning 3 ta yo'li bor. Birinchisi tafakkur qilish, ikkinchisi o'qish, uchinchisi nazar solish. Birinchisi tafakkur qilish. Koinotga qarang, tafakkur qiling. Mana shunday mukammal suratda yaratilgan tabiatni yaratuvchisi bo'lgan zot zaif bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Zaif bo'lsa bunaqa qilib yarata olmas edi. Tafakkur qiladigan bo'lsak, bu koinot siz bilan bizga birodarlar Allohning ishlarini xabarini beradi. Allohning fe'llari siz bilan bizga o'zini Allohni tanitadi. Allohning ishini kuzating. Birdaniga boyni faqirga aylantirib qo'yapti. Birdaniga boyni faqirga aylantirib qo'yapti. Mana kechagi darsimizda aytdik. Bori burdini sotdi o'sha boy. Falon mamlakatga borib yashayman degan niyatni qildi. Biznes planni tuzdi, bankka pulni qo'ydi, o'sha mamlakatga borib turib, shu pulni chiqarib, tijoratini yurgizmoqchi edi. Lekin ana shu bankka qo'yishlikda, raqamlarni terishlikda bitta raqamga adashuvdi, bir lahzada gadoyga aylandi. Allohning ishlarini qarang. Bir lahzada boyni gadoyga aylantirib qo'yapti. Bir lahzada gadoyni boyga aylantirib qo'yapti. Bir lahzada aziz, hurmatli bo'lgan odamni bir zumda xor qilib qo'yapti. Va aksincha, xor bo'lib turgan bandani bir zumda aziz, mukarram qilib qo'yapti. Yusuf alayhissalom qissasi. Nima aloqasi bor bugungi mavzumizga? Yusuf alayhissalom akalari xorlab quduqqa tashlab ketishdi, o'lsin deb. Quduqqa tashlab ketishdi akalari. Uni yo'lovchilar quduqdan chiqarib olib, qul qilib sotib yuborishdi. Ana xor bo'ldi. Odamlar xor qilyapti. Vazir sotib oldi. Uyiga olib keldi. Balog'atga yetgandan keyin husni chiroyi ochilib, ko'zga ko'rinib qolgandan keyin shu vazirning ayoli zinoga taklif qildi. Yusuf alayhissalom o'zining iffatini saqladi. Vazirning ayoli xor qilib qamatdi. Qamoqda o'tirdi bir necha yil. Va Alloh taolo o'zi xohlaganida aziz qilishlikni vazirga aylantirib qo'ydi. Aytyapmiz, Alloh xolasa bir lahzada azizni xor qilib qo'yadi, xorni aziz qilib qo'yadi. Shuni bilsangiz,
Allohning shunday qudrat egasi bo'lgan zot ekanligini bilsangiz, Allohga muhtojligingizni his qilasizda. Keyin bu qissani oxirida vaqt o'tib, Yusuf alayhissalom vazirlik martabasida, maqomida bo'lib, ko'chada o'zini ayonlari bilan ketib borar ekan, vazirning ayoli uni ko'rib nima dedi? Toat sababli qullarni podshohlikka ko'targan va ma'siyat sababli podshohlarni qullarga aylantirgan zot har qanday ayb va nuqsondan pokdir dedi. Avvalgi darslarimizda birodarlar aytib o'tdik. Inson yoshi bir joyga borganda, hayotiy tajribalar to'planganda, boshidan issiq sovuq o'tgandan keyin ancha mulla bo'lib qoladi. Endi yoshi bir joyga bordi, 80 ga kirdi, 70 ga kirdi, ko'p narsalarni tushunib yetdi. Tajribali bo'ldi. Ammo endi foydasi yo'q bu tajribalar. Chunki ketadigan payt yaqinlashib qoldi. Endi shu tajribalarni ertaroq bilganda qana bo'lardi? Foyda olarmidi shu tajribadan, ilmdan? 80 ga kirgandan keyin aytadiki, ustozim to'g'ri aytgan ekan. Vaqt ko'rsatdi shu narsani. O'shanda domlami aytganini mahkam ushlamagan ekanman. Estikina umrim atteng bekorga ketdi deydi. Domlalar aytayapti ustozlarimiz. Bu jamoatlar islom hovlisiga tikilgan kapalar degan edi Oloddin domlamiz. Mana shu guruhlar, oqimlar haqida so'raganimizda islom hovlisiga tikilgan kapalar degan edi. Bu kapalarga kirishlik to'g'ri emas degan edi. Yoshi 70 ga borgan, hayotiy tajribasi katta bo'lgan, ulkan islomiy diniy ilmlar egasi bo'lgan ustozimiz shu gapni aytganda, kim shu tajribani olgan bo'lsa yutdi, kim quloq solmasdan o'zim bilaman, aqlliman degan bo'lsa yutkizdi. Biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Mana endi 80 ga kirgandan keyin boyaga tajribalarga ega bo'lgan odam ancha ilmli bo'ldi, ammo bu tajribani unga endi foydasi yo'q. Uylanib, ayolini tarbiyalaguncha, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiylanib, adabini yeb qolgan odam aytgan ekan. Mendan avval uylanganlardan ham xafaman, mendan keyin uylanadiganlardan ham xafaman. Uylandi, ayolini, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiynaldi, adabini yedi, tajribali bo'lib qoldi. Endi shuna deyapti. Ha nimaga o'zingdan burungilardan xafasan? Shuncha qiyinchilik bor ekan, xotinni tarbiya qilish, oilani o'rniga keltirishlik. Mendan burungilar shu boshida o'tkazgan tajribasini menga o'rgatmagan ekan. Ulardan shuning uchun xafaman. O'zingdan keyin uylanadiganlardan nimaga xafasan desa, meni shuncha tajriba to'plaganimdan bittasi kelib so'rab foydalanmayapti. O'shundan xafaman deydi. Ukalar, so'raylar kelib. O'sha domlamiz hayotini 50 yilini da'vatda o'tkazib, to'plagan tajribasini berardi, shunday olardik, biz yutar edik. Ammo biz nima qilamiz? O'zimiz bilamiz. Albatta 70 yil, 80 yil yashash shart emas. Albatta boshingizni devorga urib, oyog'ingizni chuqurga tushirib, qarishda hojat yo'q. Shu yo'lda bosib oxiriga chiqqan odamlar bor. Prosta quloq solib qo'yinglar. Shuning uchun birodarlar, biz agar Allohning kalomini o'rgansak, Payg'ambar alayhisolamning sunnatini o'rgansak, nimaga ega bo'lamiz? Haqiqatlarni ertaroq bilib olamiz. Endi qancha erta bilsak shu haqiqatlarni, undan foydalanishga imkon bo'ladi. Demak, eng asosiysi birodarlar, haqiqatlarni munosib vaqtda anglab yetish kerak. Munosib vaqtda anglab yetishlik kerak. Mana Firavun ana robbukumul a'la degan edi. Men sizlarni eng katta robbiylar degan edi. Mendan boshqa iloh yo'q sizlar uchun degan edi. Banu Isroilni chaqaloqlarini so'yib o'g'il bolalarni, qiz bolalarni tirik qo'ygan edi. Keyin Alloh uni halok qilib cho'ktirdi. Cho'kayotganda nima dedi? Banu Isroil iymon keltirgan zotga men ham iymon keltirdim, men ham musulmonlardanman dedi. Mana tushunda haqiqatni. Mana ilmli bo'ldi.
haqiqatni angladi, kalima keltirdi. Faqat qachon? Qachon cho'kayotibmi? Boshqa chorasi qolmagandami? Yer yuzining eng katta kofiri iymonga keldi, faqat qachon va qaysi holatda? Unga iymon foyda bermaydigan paytda. Alloh qabul qildimi? Alloh uni nochorlikda aytgan kalimasini qabul qildimi? Yo'q. Astagfirullah. Al-an va qad asoyta qablu va kunta minal mufsidin. Endimi? Alloh aytayapti. Endimi? Axir sen ilgari shu paytgacha itoatsizlik qilgan va buzg'unchi kimsalardan bo'lgan eding-ku. Imtihonga kirdi talaba, bilet tushdi qo'liga, oldi o'qidi, javobni bilmadi. Imtihondan o'ta olmadi, qabul bo'lmadi. Endi chiqdi tashqariga, o'sha savolni javobi qaysi kitoblarga borib topib o'qidi. Endi boyagi savolga javobni biladi. Endi bu bilimini foydasi bormi? Yo'q, vaqt o'tdi. Shuning uchun yoshligida, kuch-quvvati o'ziga yetarli bo'lib turganda, hayotini avvalida iymon foyda keltiradigan paytda inson kitobi sunnatni mahkam ushlaydi yoki qarib munkunlab qo'lidan hech narsa kelmay, hech narsa yaramay qolgandan keyin, bir oyog'i go'rga osilib qo'ygandan keyin nima qiladi? Afsus, nadomat chekadi. Buni foydasi yo'q. Yana bir karra. Haqiqatlarni tanib ol, oq-qorani ajratib ol, ahling, zehningda xato xurofotlarni chiqarib tashla, johillikdan qutulgin. Johillik nima edi? Noto'g'ri ma'lumotlar, noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri tushuncha tasavvurlar, johillik, noto'g'ri falsafalar edi. Bir odamning qo'lida 5 ta diplomi bo'lishi mumkin. 5 ta universitetni bitirgan. Lekin mana shu 5 ta diplomi Allohni tanishlikka uni olib bormagan bo'lsa, qiyomatda borligini tushunishlikka, payg'ambarda haq ekanligini tanishga olib bormagan bo'lsa, bu odam shariatimizda johil deyiladi. Birinchi fikr. Haqiqatlarni tanib ol, xurofotlarni, gumon shaklarni chiqarib tashla kallingdan, dalilsiz narsaga erishma. Qarangda, i'rifil haqqo ta'rif ahlahu deyiladi. Haqni tanib ol, keyin kim haq egasi ekanligini bilasan. Haqni tanigin, keyin haq ahllarini taniysan. Siz palonchini haq deyapsiz-da, shaxsiyatiga qarab turib. Unga qarshi bo'lganda nohaq deyapsiz. Avval siz haqni ajratib oladigan ilmingiz bormi? Yo'q. Yo'q. O'shuning uchun biladigan odamlardan nima qiling? So'rab aniqlang. Avval haqni tanib ol, yana kimni haqda turganligini tushunasan. Ikkinchi fikr. Musulmon kishi hayotga real qaraydi. Boricha qaraydi. Boricha qabul qiladi, boricha ko'radi. Xom xayollarga, orzularga aldanib qolmaydi. Ammo musulmon bo'lmaganlar ayni shunaqa bo'lishadi. O'zlari to'qib olgan xurofotlarga ergashadi. Orzu xayollarga berilib ketishadi. Nima emish? Inson hech kimga muhtoj emasmish. Ular e'tiqodida. Inson mutlaq erkinmish. Inson uni taqdiri o'zini qo'lida emish. Inson o'zini baxtini o'zi yaratarmish. Men nimaga erishgan bo'lsam deydi Xudo tanibedigan. Mana shu mehnatim bilan, qo'llarim bilan erishdim deydi. Alloh yo'q ularning hisob kitobida. Inson tamomiy xur emish. Taqdiri o'zini qo'lida emish. Yo'q birodar, inson qul. Inson qul. Inson faqat savob, gunoh ishni qilishda xur, ixtiyorida. Mana bu ishni qilamanmi, mana bu ishni qilamanmi? Shuni ixtiyor qilishlikda xur. Mana shu imtihon. Lekin natijasi baribir uni qo'lida emas. Bilasizmi inson nimalarga qul? Issiq, sovuq, ob-havo insonning ixtiyoridami? Yo'q. Demak, inson issiq sovuqning quli. Shart sharoit uni qo'lidami hammasi? Yo'q. Shart sharoitning quli. Yo hozircha oshna bora olmayman. Nimaga? Hozir yo'lda to'sib qo'yibdi. Yo bo'lmasa pervolga qor yog'ib qo'yibdi. Ha, hozir karantin, biriga chiqarmayapti. Shart sharoitning quli ekanmi yo xur ekanmi?
Boylik, kambag'allik uni ixtiyoridami? Yo'q, demak buni ham quli. Sog' kasal bo'lishchi? Uni ixtiyoridami? Yo'q. Inson hurmas. Allohni tanimagan odam insonni mutlaq hur. Taqdiri o'zini qo'lida, baxtini o'zi yaratadi. Bekaladi 5 tasini aytibsan. Kerak bo'lsa, bitta tupurgini yuta olmaysan. Qaysi hunarda tanlashda hur ixtiyorida, qaysi ishni qilishlikda hur ixtiyorida. Shunda ham bu ishlarning natijasi uni qo'lida emas. Hamma ko'chirgan ko'chatimiz ham tutib ketavermaydi-yu. O'sha qiylanib yotlagan Qur'onimiz vaqtida kelmay ham qoladi ekanlarga. To'g'rimi? Oshimiz doim bir xil damlanadimi? Yo'q, tushuninglar, inson qul, hurmas. Musulmon odam hayotga uni boricha qarab ko'radi. Allohga muhtoj deb biladi o'zini. Allohga faqir deb biladi. Mana shu hayotga real qarash bo'ladi. Alloh saqlasin. Masalan, shunaqa bir bemorlar bor, aqli zaif. Ustida kiyim turishini xohlamas ekan, yetib tashar ekan, yalang'och turishni xohlar ekan. Jasadini qarasangiz, tekis, oyoq qo'li, figurasi hamma o'g'onida, lekin Alloh aqlini olib qo'ygan. Uni aqlini ishlab turishiga kim qo'lida ekan? Shunaqa espas odamlar bor, nima ekaniga qaramaydi. Yuragi uryapti, ko'zi ko'ryapti, hamma yo'q o'rnida, ammo aqli chatoq. Shuning uchun siz bilan biz aniq bilib olaylik. Ey banda, sen Allohga faqirsan, muhtojsan. Aqlingni ishlab turishida, a'zolaringni ishlab turishida Allohga muhtojsan. Payg'ambarimizning duosi bor. Wala takilna ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min zalik ya arhamar rohimin. Duoni qarang. Muhammad alayhisolamning duosini qarang. Parvardigor, ey rahimlilarning rahimlirog'i bo'lgan zot, bizlarni ko'z ochib yumguncha yoki undan ham qisqaroq vaqtga o'zimizni holimizga tashab qo'ymagin. 1 sekundda 3 yo 4 marta ochib yopasiz ko'zingizni, bilasizmi? 1 sekundda 4 dan 1 muddat. Shunaqa qisqa muddatga ham bizni tashab qo'yma. Biz senga shunaqa muhtojmiz. Chunki aytyapmiz-ku, bitta guruchni yutayotganingizda klapani ushlab qoladi, bo'ldi, ketdingiz. Ibn Umar roziyallohu anhudan u kishi aytadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kamdan kam hollarda biror majlisdan sahobalariga mana bu duoni o'qimasdan turmasdilar. Qanaqa duo? Allohumma qsim lana min khashyatika ma yahulu baynana va bayna ma'asik. Parvardigor, bizni senga ma'siyat qilishdan to'sadigan qo'rquv, bizni jannatingga yetkazadigan toatni, bizga dunyo musibatlarini yengil qiladigan qattiq ishonchni nasib qilgin. To tirik ekanmiz, bizni quloqlarimiz, qo'llarimiz va quvvatimiz bilan huzurlantirgin va buni bizdan keyingilarga ham meros qolguvchi qilgin. Bizning o'chimizni bizga zulm qilganlarga xoslagin. Bizga dushmanlarimiz ustidan nusrat bergin. Musibatimizni dinimizda qilmagin. Dunyoni bosh qayg'uyimiz, ilmimizning yetgan joyi qilmagin. Ustimizdan bizga rahim qilmaydiganni sulton qilmagin. Agar bir odamni ulug' inson deyilsa, uning ulug'ligi albatta aqliga bog'liq. Jismonan sog'lom bo'lishiga bog'liq. O'sha ulug' deyilgan palonchi odamni Alloh aqlini shunday o'chirib qo'ysin, hech kimga kerak emas. Tamom bunaqa ulug' inson. Siz bilan bizni jasadimizda mana bu quloqimiz ichida bir suyuqlik bor. Bu o'sha muvozanat, balans asbobi deyiladi. O'sha suyuqlik o'rnida turar ekan, tikka yuramiz, g'oz yuramiz. Agar ana shu suyuqlik ishi bajarilmay qoladigan bo'lsa, oyoqlarimiz razmeri tikka to'g'ri yurishimiz uchun 42-44 emas, 80-90 bo'lib ketishlik kerak. Yarim metrdan bo'lish kerak oyog'imiz razmeri uzunligi. Agar shu asbob quloqimiz ichidagi shu balans asbobi ishdan chiqsa, velosipedda mena olmaymiz. Ko'zingizni issiq sovuqni ko'r bilmasligi bu ne'mat emasmi? Allohga muhtoj emasmisiz? Doktorlardan so'ranglar. Insonning jasadi turgan bitgani mo'jizaligini aytib beradi. Sahrni diabet.
Sahr bizning tilda. Nima u? Adasdan to'lab qo'yasizlar doktorlar. Oshqozon osti bezi insulin degan moddani ishlab chiqaradi. Ana shu insulin 37 gradusda tanadagi shakarni eritadi. Agar ana shu modda kamayib ketsa, insulin olishga to'g'ri keladi. Sahr bo'lganlar bilasiz, bir joyni kesib olsa, tikkalanish qiyin, organizm ancha bo'lib ketadi, yudab ketadi. Biz Allohga muhtojmiz, birodarlar, har bitta holatimizda. Sizga yoqadimi bu, yoqmaydimi, rozimisiz, norozimisiz, tan olasizmi, yo'qmi, siz Allohga muhtojsiz. Behojat zot kim? Hech kimga va hech narsaga muhtoj bo'lmaydigan Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Birinchi fikr. Sen birodar haqiqatlar, qonunlar, faktlar bilan muomala qilasan. Ikkinchi fikr. Sen faqirsan, muhtojsan. Kimga? Allohga. Buni tan ol. Uchinchi fikr. Seni mana shunday muhtoj qilib yaratilganligingda hikmat bor. Sen o'zingni Allohga faqir, muhtoj ekanligini tan olsang, Allohga intilasan, Allohga iltijo qilasan, Allohga iqbol qilasan, Allohga yaqinlashasan. Mana shu zaifliging sababli va shu bilan baxtli bo'lasan. Demak, seni Allohga faqir bo'lishing, zaif bo'lishing seni baxtli qiladi. To'rtinchi fikr. Agar sen o'zingni Allohga muhtoj deb bilsang, o'zingni Allohga faqirman deb bilsang, sen boy badavlatsan. Agar o'zingni kuch-quvvatingni Alloh bilan deb bilsang, sen quvvatlisan. Sen o'zingni Allohga faqir deb bilsang, o'zingni boyligingni Alloh bilan deb bilsang, sen boysan. Mana shu asosiy xulosa. Ahmad cho'ntagida 1 so'm puli yo'q. Yonidagi o'rtog'ining cho'ntagida 3000 so'm pul turibdi. Qaysinisi boy shu holatda? Kimisi boy shu holatda? 3000 so'm puli bor o'rtog'i. Xo'p, yaxshi. Demak, Ahmad kambag'al, 3000 so'm puli bor o'rtog'i boy. Ammo Ahmadning otasi juda ham katta boy. So'rasa 100 mingni ham berib qo'yadi. Hozir Ahmadning cho'ntagida 1 tiyin puli yo'q, o'rtog'ining 3000 so'm puli bor. Endi kim boy? Endi kim boy? Ahmad otasiga muhtojda, Ahmad otasiga faqirda, otasi Ahmadni o'ziga muhtoj ekanligini biladi va yaxshi ko'radi shu bolasini. Endi kim boy? Demak, eng muhimi kimga suyanishni va kimga ishonishni bilish kerak. Qalblarimizni xolis Allohga topshirib, Parvardigor, Allohumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a deylik. Parvardigor, bizga haqni haq qilib ko'rsatgin va unga ergashishni nasib qilgin. Botilni botil ekanligini ko'rsatgin va undan chetlatishni nasib qilgin deylik. Chunki haqni topishimiz ham bizning qo'limizda emas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته